Allohning oyatini, Allohning oyatlarini, rasulini masxara qilsa, kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Allohning oyatlarini va rasulini masxara masjidda domlaga savol bo'pti. Savolni aptini qarang. Qog'ozda yozib chiqarib yuborgan. Domla jumani uyda o'qisa ham bo'laveradimi? Uni qo'yib turinglar, qarab turinglar. Domla jumani uyda o'qisa ham bo'laveradimi? Televizor ko'rib deb qo'yibdi. Uyda o'qisa bo'laveradimi sizga? Domla hazm qildi, chidabdi-yu, televizor ko'rib ega tutab ketdi. Desa, jamoat o'tiribdi. Domla o'zini obro'siga putur yetadi. Demasa, bo'lmayotganim ishda chiqarib olish kerak-da. Lekin negativ deb. Domla ham aqlli domla ekan. Bo'laveradi debdi. Sanga bo'laveradi. Sen uyda televizor ko'rib o'qisang bo'laveradi. Farosatingdan sen yana debdi. Ana uyingdagi xaladinligingga qora mato tashab, bir aylanib hajam qilib oldirmish. Allohning oyatlarini va rasulini masxara qilyapsizlarmi? Sizlarga masxara qilinadigan hayotda hech narsa qolmasdan Allohning oyati va rasuli qoldimi? Uzr aytmanglar. Kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q. Avval iymonda edinglar, shundan keyin sizlar kofir bo'ldinglar. Mana bu dalil bo'ladi bizga. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak birodar. Agarki o'zi qilmayotgan bo'lsa ham masxara qilib qo'yishlikdan, moddiy falsafaning ta'siri ostida ko'ziga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari xunuk ko'rinib qolishligidan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Biror bir kishi misvok tutayotgan bo'lsa, misvok sunnati muakkadaligida shak shubha yo'q. Agar shu misvokni og'ziga bir yog'ochli yo boshqa narsani qilyapti, masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Boshqa sunnatlarni ham o'zi qilmayotganligini, nuqsoni haqida fikr qilsin. Boshqa odamning qilayotgan sunnatini masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Bu musulmonlar islom hayotida yashagan musulmonlar emas. Islomning pok nizom deb tan olgan nizomda yashagan musulmonlar emas. Islomning masxara qilingan muhitda yashagan musulmonlar. Ertamandan kechgacha islomga qarshi so'zlarni eshitib katta bo'lib, o'zlarining ota-onalarining pok ibodatligini ko'rib, alhamdulillah ibodatini saqlab qolgan xolos, islomning pok hayotni ko'rgan emas. Islomni avval hayotda bir tatbiq qilinib, uni ko'ringki, unda shunday har kuni mahkama yuradigan kishilar bo'ladimi, yo'qmi, buni keyin tekshirib ko'ring. Ammo islomni masxara qilib musulmonlardan pokiza hayotni talab qilmang siz. Alloh subhanahu va taolo o'zini ko'rinishini namozga kiryapman deb musulmonlarning o'rtasini fitnaga solib, shunday qilayotganlarni Alloh subhanahu va taolo tuzalmas dardlarga giriftor qilsin. Alloh subhanahu va taolo shunday farzandlarni tarbiya qilishlikni Alloh hech qaysimizga nasib qilmasin. Alloh subhanahu va taolo agar farzandlarimizdan din bilan kurashadigan avlodni bo'lishligini iroda qilsa, o'zi halok qilib yoshligida yo'qotib yuborsin. Alloh subhanahu va taolo zurriyotimizdan dinga yordam beradigan kishilarni chiqarsin. Alloh subhanahu va taolo din islomni o'zi himoyasiga olgan, o'zi himoya qilsin.